230 ming dollar pulingiz bo'lsa 4 sotiq hovlimi yoki shahar markazidan 4 xonali xonadon xarid qilgan bo'lardingizmi? Albatta hovliga baribir yetmaydi. Fikrlaringni albatta kommentariyada yozib ketasizlar. Biz esa Yunusobod tumani Qahramon postidan atiga 4 kilometr kirganda Obod mahalladamiz. Mana bu uyimizning fasadi 7 ta xonadan iborat, to'liq podvol qismimizda bitta fishkasi bor. Buni video davomida aytib o'tib ketaman. Mana bu kruj eshigimiz 3 ta 4 ta avtomobil bemalol joylashsa bo'ladi. Eng qizig'i bu yoqda 2 ta zelyonniy zonamiz turibdi o'zini tariflari bilan. Mana bu zelyonniy zonani o'rniga albatta sizlar to'liq basen qilsalaring bo'ladi. Basen uchun как раз joy uyini, hovlini ham yopib turadi, chekkasida bo'ladigan ajoyib yechim. Podfarniklarimiz hammasi yongan, kech bo'lganda havo aylanadi. Uyimizning yuragi kotelni qismimiz ko'cha tomonda mana bunaqa suv to'da bo'lib oqib, orqada oqova arig'imiz bor ekan. Bu esa ko'cha uchun bitta hojatxona va uyimizning yuragi kotelni qismimiz. Endi esa asosiy qismiga o'tamiz. Oshxonaga bu yerdan kirsalaring ham bo'ladi. Asosiy uyimiz, glavnimiz bu yoqda. Qani ketdik. Uyimiz kstati mebel texnikalari bilan bismillahirrohmanirrohim. Biz yordamchimiz Shukrona xonim bu yerda. Bugun pardalarimiz ilingan, devorlarimiz qilingan, faqatgina bitta televizor ilib, bemalol o'tirib dam oladigan joy. Bu esa ayollarimiz sevimli sevadigan xonamiz. Albatta oshxona qismimiz bu yoqdan chiqsa ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Alicia sistemamiz ham mavjud. Tak, to'g'rimizda mana bu bizni ko'zni quvontiradigan zal qismimiz neoklassika qilingan, lyustralar noodatiy va bemalol mehnat kutishga tayyor xonadonimizga gilamlariga ham to'shab qo'yilgan. Birinchi etaj uchun общий совмещенный sanuzelimiz. Bu yoqda esa ota-onalarimiz uchun albatta birinchi etajda xonalarga e'tibor berasizlar, juda ham did bilan remont qilingan ekan. Endi esa ikkinchi qavatni ko'ramiz. Zinalarimiz mana shunaqa gilam to'shalgan, oyog'imiz qishda ham issiqqina bo'ladigan ekan. Mana bu ikkinchi etajimiz uchun hol qismimiz juda ham keng. Bu yerda ham televizor ostida dam oladigan zon. Va порядке chap tomonda bitta bolalar yotoqxona qilsalaring ham bo'ladi, kattalar yotoqxonasi qilsalaring ham bo'ladi. Bu yoqda albatta master spalnimiz o'zini ichida sanuzeli bilan. To'g'rida esa pastki xonadagimizdek bemalol ikkinchi zal qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Ikkinchi etaj uchun общий совмещенный sanuzelimiz, bu yoqda yana bitta detskiy xonamiz. Ro'parasida esa albatta qiz o'g'il bolalar uchun juda ham yechim qilib ketilgan. Endi esa albatta fishkamiz podvol qismimizga tushamiz. Tak, podvol qismimizga ham tushib oldik. Barchani orzusi bo'lsa kerak. Bu yer albatta namozxonamiz. Namoz o'qiydigan joy. O'zini отдельно, аккуратный, qibla tomonga qaragan namoz o'qiydigan joy. Ko'rib turganlaringdek, uyimizning yarim qismi podvol qilingan ekan. Общий hisobda tepada 5 ta, pastda 2 ta, 2 ta hol, bitta oshxona. Juda ham kvadraturasi 300 kvadratga yaqin bo'lgan yashash maydoniga ega. Yunusobod tumani Obod mahall postidan 4 kilometr kirganda Obod mahallasida biz to'rt sotuq to'g'ri burchak xonadonimiz. Atiga 230 ming dollar mebel texnikasi bilan ulgurib qolinglar. Bunaqa variant har doim ham chiqmaydi. Pastda aloqa uchun telefon raqamlar.